Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 10 fevral kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin va qurultay uchur axborot markazining muavin mudiri va qurultayning Yevropa ittifoqidagi koordinatori Gulbahor Bazakovalardan tashkillangan bir hay'at Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa parlamentida yangi parlament a'zolari bilan tanishish va navbatdagi dunyo vaziyati sababidan shakllanayotgan Uyg'ur masalasini kun tartibida tutib turish masalasi, navbatda Tailandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urni bexatar davlatga o'tkazish uchun Yevropa ittifoqini harakatlantirish, Uyg'ur majburiy amgiki va Xitoyning chegara halqigan bostirishlariga qarata Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning taxim aktiv bo'lishini qo'lga keltirish uchun bir qator lobby faoliyatlarida bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining hay'atlari bu qatimqi faoliyatida Yevropa parlamenti muavin raisi va bu navbatlik parlament a'zoligiga yangidan saylangan har qaysi davlatlarning Yevropa parlamentida turishliq parlament a'zolari bilan bevosita uchrashib, Uyg'ur majburiy amgikini to'xtatish va qarshi turish uchun Yevropa parlamentining buningdan burun majburiy amgak haqida chiqargan ikki qonunning ijro qilinishi haqida suhbatlarda bo'lgandan boshqa yana Bulgariyaning Yevropa parlamenti a'zosi Ilhan Küçük, Germaniyaning Yevropa parlamenti a'zosi Engin Eroğlu, Slovakiyaning Yevropa parlamenti a'zosi Meryem Leksman qatorliq Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan parlament a'zolari bilan ayrim suhbat elib berib, Yevropa parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhini qaytadan qurib chiqish haqida suhbatlar bo'lgan. Bu haqda naq maydondan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari Yevropa ittifoqidagi 2 kunlik faoliyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berib, munolarni dedi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir hay'at 10-isla Strasburgdagi Yevropa parlamentiga kelib, bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishdik. Bizning asosliq bu parlament a'zolari bilan ko'rishdagi maqsad Taylanddagi qarindoshlarimiz boshda Taylanddagi 48 nafar qarindoshlarimizning qandaq qutuldirish haqida muzokaralar qildik. Undan keyin Xitoyning chegara halqigan bostirish siyosatiga qarshi qanday harakatlarni qila olamiz va undan boshqa Ilham To'xti va Gulshan Abbas qatorliq Xitoy turmusida yetayotgan bizning doktor professorlarimiz, bilim odamlarimizning va undan boshqa vatan ichidagi lagerlarda, turmalarda yetayotgan nurg'unlagan, manglagan, millionlagan qarindoshlarimizning qutulish yo'llarini muzokara qilish uchun bular bilan ko'rishdik. Ular nihoyatda yaxshi bizga ifoda bildirdi. Bizni Uyg'ur xalqiga qo'lidan kelgan yordamni qilganligini ifodaladi. Bu yerda yana bir yerda qisqacha o'tib ketgan nuqta bo'lsa, Uyg'ur majburiy emgak to'g'risidami shu Yevropa parlament, Yevropa komissiyonlaridan chiqqan aloqador bir qonunlar, ikki qonun chiqqan. Yaqindami texi shu Fransiyaning shirkati Decathlonning Uyg'ur majburiy emgakdan foydalanayotganligini isbotlandi va buni shu parlament a'zolariga bildirdik va Yevropa komissiyasi chiqqan yangi e-commerce aloqador bir qonunni loyihasini ham e'lon qildi va buningdan keyin masalan shu Xitoylarning yoki boshqa a'zam shirkatlar, masalan Shein deymiz, Temu deymiz, mushtaq mallarni Yevropa birligiga kirgizmaslik uchun cheklaydiganligini e'lon qilgan. Bu to'g'riliqmi biz Uyg'ur majburiy emgakning qandaq Yevropa birligiga xohlagancha kirayotganligi va buni to'sashligini oldini olish uchun faoliyatlarda biroz to'xtalib o'tdik. Uningdan sirt yana shu Uyg'ur bizning burun qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhimiz vardı. Buni bizni qo'llaydigan va yangi parlament a'zolari bilan ko'rishib, bu Uyg'ur masalasini Yevropa parlamentida qandaq qaytadan yana bir qatim kun tartibga keltiramiz jiddiy shaklda deb bu narsalarni yana qaytadan muzokaralashdik va bu konu bizning do'stlarimiz bo'lsin yoki yangi ko'rishayotgan parlament a'zolari bizni qo'llaydiganligini davomli va Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'llab davomli ovozimizni Yevropa parlamentida yoyilishini bizga bildirdi. Bizning reisimiz, muavin reisimiz deb o'tgandagidek bu yerda 3-4 kunlik bir faoliyat muvaffaqiyatli davom qildi.
2017 yıl tunji qitim Avrupa Parlamenti Uyghur Dostluk Grubu kurulgandan buyon Uyghur Dostluk Grubu Avrupa Parlamentida Uyghur erkiy qirg'inchilikni 2022 yilda qabul qilish bosqichida aytib muhim rol o'ynadi. İlham To'xtning Saxarov mukofotiga erish uchun do'stlik guruhiga aytib muhim rol o'ynadi. Hozirgacha bir qanchalig'an qarorlar Yevropa parlamentidan chiqdi. Shularning hammasida Uyg'ur do'stlik guruhi muhim rol o'ynagan. Hamda 2024 yilda 10-oyda Dünya Qurultayining yangi rahbarligi saylangandan keyin tunji qitim Dünya Qurultayining yangi rahbarlari bilan reis, ma'mur reisimiz bilan bir yerga kelib bizning burun birga ish yapgan parlament a'zolarimizdan Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari bilan bularni tanishtirish va 2025 yilda plan programlarını muzokara qilish maqsadi bilan bu yerdagi faoliyatlarimizni yapib qolgan muvaffaqiyatli bir faoliyat oldu. Nurg'unlagan masalalarni, mayli muhojirlar masalasi bo'lsin, chegara alqan bostirish siyosatlari bo'lsin, majbur emgak masalalari bo'lsin va bu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini qanday qilib bu masalani dunyo kun tartibida tutib turishda Yevropa Parlamentining, Yevropa Komissiyasining o'ynaydigan siyosatlari va rollari haqida güzel bir muzokaralarni yapadi. Bu uchrashuvlar haqida Slovakiyaning Yevropa Parlamenti a'zosi Maryam Leksman o'zining X hisobida "Men bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari bilan Yevropa parlamentida qayta uchrashganligimdan to'liq xushalman. Yevropa cho'qim sheriklari bilan davomli hamkorlashib, Xitoyning chegara halqigan bostirishlari, majburiy emgak, Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qarta ilib berayotgan jinoyatlarga birlikda qarshi turish kerak" deb yozgan. Amerika hukumati BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqish qarorini bildirgandan keyin BDT kishilik huquq kengashining buningdan keyingi ishlari qandoq bo'ladi? Amerikadan qolgan bu bo'shliqni Xitoy, Iran va Rossiyaga o'xshash diktator davlatlar to'ldiramdi degandek andishlar maydonga kelmoqda. Amerika hukumati birinchi qatimliq Trump davrida bu kengashdan chekinib chiqqan vaqtdami xalqarada mushundaq andishlar paydo bo'lgan edi. Shu chaqda Amerikadan qolgan bu bo'shliqni kommunist Xitoy to'ldirishga uringan va BDTni o'z ta'sir ostiga ilishga uringan edi. Amerika hukumati 2018 yili 6 oyning 19 kuni BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqish qarorini e'lon qilgan bo'lib, mazkur kengashning Isroilga qarshi mavqe tutishi va kishilik huquq ahvoli eng nachar davlatlarning bu kengashga a'zo bo'lishini buning sababi qilib ko'rsatgan edi. New York Universiteti qonun fakultetining mudiri Dr. Jerome Cohen bu haqda 2018 yili 6 noyabr e'lon qilgan bir maqolasida Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishidan keyin Xitoy hukumati BDTda o'z ta'sirini kengaytirishga, iqtisodiy munosabatga tayinib BDTga a'zo 3-dunyo davlatlarini kontrol qilishga uringanligini o'ttirib qo'ygan edi. Bu munosabat bilan BDTda Dunyo Uyg'ur qurultayining lobby faoliyatlariga mas'ul bo'lib faoliyat ilib berayotgan qurultayning tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumratay Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Bir qancha kun yog'i Amerika hukumatining BDTning kishilik huquq kengashidan chiqib ketganligi to'g'risida xabarlar chiqyotdi. Amerika kishilik huquq kengashining ichidagi hozirgi bu yildagi a'zo emas. Hamda bu Xitoy, Rossiya va Iran degidek diktator davlatlarga qandoq bu fursat yaratildi deganda, albatta Amerikaning bundaq muhim xalqaro organdan chiqib ketishi, chekinib chiqishi yoki buningdan keyin kirmasligi mushu davlatlarga fursat bo'lib, bir-birini texmi qo'llab, irqiy qirg'inchilik bo'lsin va yoki kishilik huquqlar qo'g'daydigan qo'g'duvchilarning yo'lini to'sash bo'lsin, mushuning birlikda ishini osonroq qila oladi deb bilsak bo'ldi. Undan sirt abay degandek Xitoy va boshqa diktator davlatlarning va yoki bularning o'zlarining yolg'on propagandasi texmi kuchlik. Xitoy hozirgacha BDTda bo'lsin, xalqarada bo'lsin, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining yo'qligini ifodalab, o'zlarining propagandasini mushundaq sahnlarda ifodalab keldi. Xitoyga o'xshash boshqa diktator davlatlar mushuning ishlab kelyotdi. Demak, buningdan keyin Xitoy mushu propagandasini texmi kuchlantirish mumkin Amerika yo'q sharoitda. Mutaxassislarning qarashicha, Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishi, kishilik huquqi bo'lgan betaraf ko'zatishning tuvallishini, diktator davlatlarning kishilik huquq kengashining qarorlariga ta'sir ko'rsatishiga urinishini, shundaqla BDT kishilik huquq kengashining kuchi va obro'yining o'zgarishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Bu qaror o'z navbatida yana boshqa g'arb davlatlarining Amerikaga ergashishi, buning natijasida mazkur kengash qarorlarining unimining tuvallab ketishi, kishilik huquq dafsanchiliklari bilan tanqidga uchrab kelayotgan davlatlarning buningdan o'zlariga fursat chiqarishini paydo qilish mumkin ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Isa apandimmo o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yib, bu ahvolda Xitoy garchi BDT kishilik huquq kengashida bizning ovozimizni tamoman o'chirolmagan taqdirdami, ammo yanada ba'zi ovorchiliklarni elib kelishi aniq dedi.
Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'den çekinip çıkışının özü Xitayning Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi olsun ve başka münasebetlik organlarda özünün ağırlığını aşırış, singib kirish, onu kontrol qilishga zemin hazırlap beradigan bir karar. Çünkü birinci qatımlık şu an hükümeti devrede bir kişilik hukuk kengişi'den çekinip çıkan Xitay bunu fırsat bilip özünün nurgulluğun adamlarını bir yere soktu, kirgizdi ve başka kişilik hukuk kengişi'ye a'zo devletlerge nispeten özünün iqtisadi ve diplomatik besimleri bilen kişilik hukuk kengişi'de özüge karşı avazlarının çıkışının aldığını eliş için hareket kıldı. Elbette tamamen onu tosap kalanmaydı. Biz şu vaxtlarda mı Dünya Uygur Kurultayı olsun, başka Uygur teşkilatları, Tibet, Hong Kong teşkilatları hemkarlaşıp kişilik hukuk kengişi'de yanına avazımızı çıkarışka, hareket kılışka, Xitayning ep berayotgan erkek qirg'inchiligini kun tartibga keltirishga tirishib keldik. Ba'zi natijalarni qo'lga keltirdik. Ammo lekin Xitayning besimining bu yerdan ayt eg'ir bo'lganligiga, ba'zi faoliyatlarimizda qiyinchiliklarning bo'lganligiga shohid bo'ldik. Bu qatim tekrar undan chekinib chiqishi yana o'xshash qiyinchilikni olib keldi. Albatta, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin hozirgi vaziyati o'zining qurilish maqsadlaridan ko'p uzab ketgan. Xitoyga o'xshaydigan otoritarian diktator davlatlar ko'p sonliqni egallab olish orqali kişilik hukuk kengişining haqiqiy o'zining xizmat prinsipi va funksiyasi va maqsadlarini to'liq amalga oshirishda nurg'unlagan avorchiliklarni akiyotganligi bir reallik. Ammo shunday bo'lsa-mu, yana dunyoning munosabatli masala, kişilik huquqqa oid masalalar yana muzokara qiladigan bu minbar muhim. Amerikaning bundan chekinib chiqishining asosiy sabablari bu kengashning o'zining qurilish maqsadlaridan uzoqlashib ketganligi, buning bir hech nima hal qilinmaydigan bir organ bo'lib qolganligidan iborat, vaqt isrofchiligidan iborat bu reallikni ko'zib chiqib ketib bordi. Aslida buning da haqsiz emas, haqli taraflari bor. Lekin yanıla bu yerda Amerika başta g'arb davlatlari va demokrat davlatlar kişilik huquq e'tibordigan davlatlarning bu minbarda turishi Xitoydagi diktator davlatlarga ko'p fursat yaratib bermasligi uchun intayin muhim edi. 12 fevral Washington Közətküçüsü gazeti maqala e'lon qilib, Xitoyning arzonmonlarini torda to'kma qilib sotadigan Temo bilan Shein shirkatlarini qul amgiki sababidan cheklash kerakligini o'ttirib qo'ygan. Torda arzon buyumlarni sotadigan Temo bilan moda kiyim-kechak sotadigan Shein shirkatlarining Uyghur mecburi emki bilan bog'langanligi xalqaro oshkorlangan faktlarning biri bo'lsa-mu, Amerikada ularning mahsulotlarini cheklash keyinga surilib kelayotgan edi. Trump hukumati ish boshlagandan keyin yuqorqi shirkatlarning Amerikaga posilkadan mol silish ishlarining teslashib qolganligi ma'lum bo'lgan edi. Washington Közətküçüsü gazetida chiqqan maqolada mundaq deyilgan: Xitoyning Shein va Temo shirkatlari arzon mollari va kiyim-kechaklari bilan keng qarshi ilishga erishdi. Ammo bu tesh palpal, ishg'alg'al narsalarning keynida ularning qul amkidan naf elayotganligidek bir nomussizlik yoshiringan. Ko'plagan faktlar shuni isbotladiki, ularning mol ta'minlash zanjiri Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni majburiy emgak silish bilan bog'langan. Ko'plagan davlatlar buni Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi deb qaraydi. Xabarda deyilishicha, Trump hukumati Shein bilan Temoni Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni bo'yicha qora tizimli kelishni o'ylashib yetibdi. Agar prezident Trump Xitoy mollaridan tamojni beji ilishni ching turib, Amerikaning Xitoy mollariga bo'lgan beqandiligini azaytmoqchi bo'lsa, oldi bilan ishni Shein bilan Temodan boshlash kerak ekan. Chunki bu ikki shirkat mollarining Amerika bozorini qoplash nisbati hammadan yuqori ekan. Ularning mollarini cheklash Amerikaning kishilik qimmat qarshiga uyg'un harakat bo'lib qolmay, iqtisodiy jihatdanmi zarur tadbir hisoblandi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.